Rahmat. Birinchi Ismingiz, o'ringa rahmat yoshingiz. aytmoqchiman. Pahloman Qashqadaryodan, yoshim 36da. Aha. Vaqtimiz kamligi uchun tezda gapiryapman. Birinchi o'ringa sizga rahmat aytmoqchiman. Xo'p, efirlaringizdan, tashlayotgan ma'lumotlaringizdan juda ko'p narsa olyapman. Oktyabrdagiga qo'shilmoqchiman, xudo xohlasa. Ya'ni xudo sabab chiqsin sizni tuzalishimizga. Rahmat aytmoqchi edim sizga. Rahmat, Nargiz opa. Keyingi oydagi darsda ham olmoqchiman nasib bo'lsa. Rahmat. Bundan juda ham xursandman. Boringizga Mana shunaqa. Rahmat. ham nimada ham arzon darslaringiz ham sifatli deydi. Nima deydi? Natijasi bor-da, effekti bor. Shuning uchun. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, bolalaringiz rohatini ko'ring. Rahmat, Nargiz opa. Ilohim sizdagi holatni oxirigacha yengib o'ting va mana shu davolanish, shifo topish yo'lingizda men sizni qo'llab-quvvatlab, o'rgatib, yo'l ko'rsatib, hamrohlik qilib boraman. Xudo xolisa hali ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Nasib inshaalloh. Allohim sizni sabab qilgani uchun rahmat. Sizga ham rahmat, Nargiz opa. Siz ham большая молодецsiz, zo'rsiz, chunki siz meni tavsiyalarimga amal qildingiz. Siz o'zingizni ustida ishladingiz. Har doim o'zini ustida ishlagan insonlarda natija bo'ladi. Chunki terapiyaga kelgan insonlar ham har xil bo'lishadi. Insonlar bor, har bir tavsiyaga amal qilib, texnikalarni bajarishadi. Siz shunaqa insonsiz, o'shaning uchun sizda natija bo'ldi. Insonlar bor, prioritetga boshqa narsalarni qo'yish mumkin. Terapiya paytida sifatli o'z ustida ishlay olmasligi mumkin. Terapiyani prioritetga qo'ygan, o'zini ustida ishlagan har bir insonda har doim natija bo'lgan va bundan keyin ham bo'ladi. Odam o'ziga ishonib, ixlos bilan bajarish kerak-da hamma narsani. Siz aytganday qilsa, natija zo'r bo'ladi-da. Xuddi shunaqa tempda davom eting, Nargiz opa, hali zo'r natijalarga erishasiz.